Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Dilnura. Yaqinda oktyabr imtihonida 1540 ballni oldim. Angliyskiy tomondan 750, matematika 790. 1600 kuchi shu yerda bilinadi. O'zini unique advice'lari, unique texnikalari bor baribir. 1600 yoquvchini. Yaxshi rezultatga erishish uchun 2 hafta qildim. To'g'ri, bu juda qiyin. 54 ta savol. Menda даже ba'zida 3 soat ketardi o'sha narsani yozib chiqish uchun. Bu o'sha bitta pastchini olasiz. Qiyin bo'lsa biriktir gap yoki osonroq bo'lsa 3-4 ta gapni olib, uni alohida tarjima qilib yozib tushunib olasiz. Faqatgina grammatika rullarni yodlaganimizdan yoki ularni prям tuppa o'qiganimizdan foydasi yo'q-da. O'quvchilar faqatgina bu practice qilish emas yoki bo'lmasa qanaqadir artikellar o'qish emas. Uni kuchaytirish uchun tekstni 100% tushunish kerak baribir. Men hech qachon matematikadan formula o'ylamaganman. Men doim o'sha kontekstda nega ishlatilayotganini tushunganman. Strong foundational knowledge. Mazda bo'lish kerak. Mazda foundationingiz agar yaxshi bo'lmasa, SAT'ni 1 yil o'qiysizmi, 2 yil o'qiysizmi, baribir qiynalasiz. Ikkita ushtasini tavakkal qildim. Xudo xolasa niyatim bor, o'sha dekabrda kirish va inshaalloh 1600 qilish. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Hasanbek. SAT makonda Math mentor bo'lib ishlayman 1,5 yildan buyon. SAT bo'yicha o'zi tajribam salkam 3 yildan ko'proq. Va bugun biz SAT makonda oktyabr oyidagi eng yuqori natijalardan biri Dilnura bilan podkast uyushtiryapmiz. O'zlarini to'liq o'sha SAT olamiga qanday kirib kelib qolganlar, qachon boshlaganlar, to'liq SAT journey qanday davom etganliklari va o'zlarini unique advice'larini beradi. SAT'da o'sha qanday qilib yuqori natija olish bo'yicha. Dilnura, o'zingizni tanishtirsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Dilnura. Yaqinda oktyabr imtihonida 1540 ballni oldim. Angliyskiy tomondan 750, matematika 790. Bugun o'quvchilarga foydali bo'ladigan, o'zim ishlatgan va o'zim mana shu SATga tayyorlanish jarayonida o'ylab topgan strategiyalarim bilan bo'lishmoqchiman. Keling bo'lmasam, o'sha boshidan boshlaymiz. O'zi SATga qachondan beri tayyorlanyapsiz? Qachon kirib keldingiz? Qachon SAT haqida eshitdingiz? Va SAT makonda qachondan beri o'qiyapsiz? Savollarga javob bersangiz. O'zi SATga o'tgan yili kirib kelganman. O'tgan yili oktyabrda SAT topshirganman. O'shanda 1440 bo'lgan. Bu tipa birinchi skorim bo'lgan. O'shanda nega именно SATni o'qish ideyasi bu tipa chet elga topshirishdan kelib chiqqan. Chunki baribir O'zbekistonda men o'qimoqchi bo'lgan sfera bo'yicha yaxshi o'qitilmasdi. Yaxshi o'qitilsa ham tipa yaxshi kengroq opportunity'lar uchun ham chet elga harakat qilib turib, keyin o'sha innovative ideyalarni O'zbekistonga olib kelib turib targ'ib qilmoqchi edim. Shuning uchun ham SAT journeyni boshlaganman. Chunki juda ko'p universitetlar, asosan juda ko'p o'quvchilar Fulbright olishni xohlaydi. Bu degani hamma narsa qoplangan variant. No uchun yaxshi SAT score juda ko'p universitetlar require qiladi. Ular considered deb yozgan bo'lsa ham, lekin bu required deb hisoblanadi. To'g'ri, ular baribir shu applicant poolni SATga qarab turib evaluate qiladi. Shuning uchun SATga kirganimga plus-minus 1 yil bo'ldi. Yaqinda sentyabrda imtihon topshirganda 1510 oldim. Keyin oktyabrda qayta retake qilishga qaror qabul qildim. Chunki sentyabrda bilardim do'stlar bundan yaxshiroq natija olishimni. Shuning uchun ham oktyabrda qayta kirdim. 1540 olib chiqdim. Aha, zo'r. O'zi oktyabr topshirganingizdan keyin orada to'xtatib qo'yganmisiz? Masalan, sentyabr imtihonga topshirish uchun qancha vaqtingiz ketdi birinchisi? Tak o'tgan yili men applicationga tayyorlanganim uchun oktyabrda topshirganimdan keyin o'sha universitetlarga topshirib boshlaganman. Bir necha universitetlarga kirganman. Duke Kunshanga, New Shanghaiga, keyin Franklin Marshallga, bu Amerikadagi. No, ularni hammalari deyarli faqat full tuition offer qilgan. Ularda juda 10k minimum qolganda. To'lash kerak bo'lgan. Keyin men to'shto bu summa sal financially difficult bo'lgani uchun bu yilni qayta apply qilishni niyat qilganim uchun ham keyin yana SATga qayta kirganman. Qachon kirganman? To'shto mayda o'sha maktabni tugatgandan keyin Jamoliddin akani 1600 o'qigandan keyin webinar uyushtirayotgani haqida eshitganman. O'shanda webinarlarga kirib ko'rganman. Webinarda menga prям reading qismini tushuntirishlari juda yoqqan. Chunki to'shto ular hamma ustozlar aytadigan texnikalar bilan bo'lishmasdilar. Ular o'zlarining unique texnikalarini o'rgatgandilar. O'shanda ularga yozganman to'shto mana shunaqa, menda mana shunaqa skor bor. Sizda o'qimoqchi edim deb. Keyin ular meni darslarga taklif qilganlar. Birinchi darslarga qo'shilganman. Keyin yo'qda где-то 1-2 hafta o'qiganman. Уже keyin orada kela olmadim. Chunki maktabni tugatishim kerak edi. Gos ekzamenlar bilan keyin уже iyunda avgustning oxirroqlarida, avgustning boshida уже garantiya 1500 plus guruh ochdi. Keyin shunga qo'shdilar. Уже u yoqda angliyskidan Jamoliddin akaga, matematikadan sizga keldim. Hasan akaga. To'shto keyin o'sha paytda practice qildik, tipa tayyorlandik. Sentyabrda imtihonga kirdim. Sentyabr, demak o'sha birinchi sentyabr imtihoniga kirishingizdan oldin
Shu karantin gruppaga qo'shildingiz 1 oy. 1 oy praktis bo'ldi. Undan oldin o'zi Jamoliddinda shu ko'rib o'qidingiz. 1600 lik kuchi shu yerda bilinadi. O'zini unique advice'lari, unique texnikalari bor baribir 1600 lik o'quvchini. Keyin yana bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Mana Dilnura o'tgan yil topshirgan bo'lsa ham, universitetga kirgan bo'lsa ham gap year olishdan qo'rqmaydilar. Ya'ni ko'pchilik o'quvchilar bizda mit bor, qanaqadir gap year olsak qolib ketamiz degan. Yo'q, gap year oldilar va buni foydali ishlatdilar. O'zlarini o'sha akademik tomonlama kuchaytirishdi. Zo'r. Sentyabrda 1510 skorlar qanaqa chiqdi? 720 bilan 790 chiqdi. 720, 790 hop shu haqida. Masalan, English 720, Women's 790. Qanday bo'ldi? Xo'p, o'zi aslida matematikadan bitta xato qilganimni o'zim anglagandim. U tipa qiyin task edi, то что qiyin vazifa edi. И unda xato qilganimni oxirgi 5 sekundda aniqladim. То что man uni 5 tadan to'g'ri javobini yozaman deb ulgurganim, но ulgurmadim oxirida. То что keyin уже unaqa yopildi. No man 780 yoki 770 kutayotgandim. Chunki u baribir oson savol emas edi, katta ball ayiradi deb o'ylagandim. No, unda 790 chiqdi. Angliyskidan to'g'risi man har safar imtihonga kirganda high expectationlar bilan chiqmayman. O'zimni tayyorlashga harakat qilaman. Tipa mentally, emotionally, то что past man kutgan natijadan past chiqishi mumkinligi. Shuning uchun ham unaqa yaxshi natija kutmagandim. 700 plus chiqishiga umid qilgandim. No, balki 700 ham chiqishi mumkin, balki undan past deb. Shunaqa impressionlar bilan chiqqan imtihondan. Уже birinchi natijamni ko'rganimda, то что manda 720 chiqdim. Demak, undan yuqoriroq chiqishini bilgandim. То что imtihon o'zi aslida qiyin bo'lmadi, no ba'zi pointlar bo'ldi. O'sha pointlarni ustida ishlashga qaror qabul qildim. Keyin Jamoliddin akani, keyin sizni o'sha dars paytidagi unique texnikalaringizni o'zimni sinashni boshladim. То что u narsalarni ustozlar o'rgatgani bilan o'quvchi o'zida sinab ko'rmagungacha ular befoyda. Teacher is the person who is just teaching those stuffs. But the student is the one who is experiencing them. Вот shuning uchun ham man u narsalarni o'zim tipa o'rganishni, o'zimda sinab ko'rishni, o'sha jarayonda o'zim keyin o'zim uchun unique advice'lar, unique texniklar o'ylab topdim. Keyin o'sha oktyabrda kirdim. Oktyabrda ancha oson bo'ldi, chunki man o'zim ishlab chiqqan strategiyalar bo'yicha o'qidim. Где-то 3 hafta oradagi periodda. To'g'risini aytaman, o'sha 3 hafta juda muhim hafta edi men uchun, chunki o'sha shayoshi hafta edi, chunki EDlarga, early decisionga juda yaqin edi. 1-noyabrda oktyabrda yaxshi natija kutishim kerak edi. O'sha uchun o'sha payti juda ko'p o'qidim. No, studentlarga nima advice qilaman? 24 ga 7 o'qish shart emas. Masalan, ertalabdan kechgacha u juda ham effektiv emas. Agar deadline juda yaqin bo'lsa, shunaqa o'qinglar. No, baribir studentni disiplinasiga bog'liq. Agar student o'sha disiplinani saqlab qola olsa, unda u shunaqa o'qiy oladi. To что 24 ga 7. No, juda ko'p studentlar charchaydi, orada katta перерывlar qiladi yoki masalan Instagram yoki Reels'ga chalg'iydi. O'sha payt ko'p vaqtini yo'qotadi. Ular tipa brain uchun break olishni xohlaydi, no aslida anglamaydi, to что ular fokusini yo'qotyapti, ular o'sha interesini yo'qotyapti o'sha SATga bo'lgan. Man shuning uchun ham SATga o'zi kirib borganda o'zim uchun unique texniklarni o'sha Instagram Reels'lari orqali chiqardim. Mana juda ko'p o'quvchilar hozir Instagramda Reels ko'radi va ular juda qisqa sekund edi. Shuning uchun ham bizning brainimiz nimaga o'rganib qolgan? Biz qisqa sekundli informatsiyalarga o'rganib qolganmiz. Biz 1 minutli masalan. o'zi даже brain ham chidamaydi masalan katta 1 soatlik podkastlarni eshitishni. Inson xohlaydi, chunki ularda yaxshi professorlar yaxshi gaplarni gapiradi. No, уже biz quick ko'ramiz. Просто oxirigacha ham ko'rmaymiz-da. Chunki miyamiz уже o'rganib qolgan. Xuddi shunaqa narsa SATga ham effekt qiladi. Men bu narsani o'sha o'qiyotgan paytimda o'zi 1440 olgan jarayonda tushunganim. То что har bir o'quvchi passajni o'qiydi, yaxshi tushunmagan uchun yana qaytib boshiga boradi. U ancha vaqt o'qadi o'sha paytida yoki o'sha tushunmagan qismiga boradi. Passage qancha katta bo'lsa yoki qancha language qiyin bo'lsa, qancha o'tmishda yozilgan aslida literature qismlarida o'quvchilar juda qiynaladi, chunki ular boshida o'qiganda polni fokus bilan o'qiy olmaydi. Ular o'qigan paytida qaysidir qismini tushunadi, lekin esa oxiridagi conclusion bilan passagega javob tanlaydi. Yo'q, unaqa qilish kerak emas. Men shuning uchun ham qanaqa texnika o'ylab topgandim. Mana aytaylik, kichkina passageni olardim. Men o'zim tayyorlangandim. Sentabr ekzaminida oldin birinchi bo'lib masalan aytaylik, o'sha modul 1 bor, modul 2 bor angliyskida. Har birida 20 tadan savol bor. O'shanda birinchi bo'lib grammar partdan boshladim. Chunki uni tekstlari kichkina edi va tushunishga oson edi. Grammar partni o'qirdimda, lekin tushunardim nima haqidaligini. Yozardim tushungan narsamni kompyuterga. Qaramasam turib, umuman bitta o'qiyman, tushunganimni yozaman, keyin solishtiraman tekst bilan. Keyin shunaqa qilib reading partga o'tdim. Bu juda readingga yordam beradi. Chunki readingni bitta o'qiganimda boshda minimum bitta 2 ta sentence olardim, maksimum esa 3 ta 4 ta sentence olardim. Difficulty levelga qarab turib, juda qiyin bo'lsa bitta 2 ta sentence olaman, o'qiyman, keyin bu yerda Google Docs'ni ochaman, yozaman nimani tushunganimni. Keyin yana sentence'ga qaytib boraman.
tushunaman, qay darajada yaxshi tushundim. Keyin shunaqa qilib уже полный tekstga o'tdim. Shunaqa qilib man где-то 1 yoki 2 hafta qildim. Man yaxshi rezultatga erishish uchun 2 hafta qildim. To'g'ri, bu juda qiyin. 54 ta savol. Manda даже ba'zida 3 soat ketardi o'sha narsani yozib chiqish uchun. Hamma student u ishni qilolmaydi. U uchun patient ham kerak. Patience. Shuning uchun ham lekin o'sha narsa o'sha 2 haftadan keyin prям rezultat ko'rsatdi. Man tekstni bitta fokusda bitta o'qiganimda sразу tushuna olardim. Bu rostdan mani o'zimni unique advice'im, chunki hamma studentlar u ishni qilmaydi-da. Hamma studentlar просто reading passage'ni masalan bizga ham o'rgatishgan, что main ideada ko'proq oxiriga fokus qaratinglar yoki Har xil masalan strategiyalar. command of evidence yoki bunaqa support qismini yoki weekend qismini o'qinglar, shu qismi orqali javob topinglar deb turib. Lekin bu strategiyalar foydali qachonki vaqting kam qolganda. Lekin tekstni rostdan yaxshi rezultat xohlamoqchi bo'lsan, comprehension bilan doim fokus keladi. Comprehension o'zi fokussiz hech nima. Inson tipa student yaxshi tushunadi degani bu u o'sha tipa tushungandan sразу yetishib keta olmaydi. Chunki u agar fokus bilan o'qimagan bo'lsa, shuning uchun ham o'sha texnikani o'zim uchun yaratganim. U juda katta yordam berdi. Men juda ko'p time save qilardim. Masalan, grammatikaga Yazdonov Jamoliddin aka o'rgatganlar, то что strategiyalarni o'rgatib turib, writing partda maksimum 7 minutda, minimum 5 minutda tugatardik-da. Shuning uchun u yoqda уже 27 minut yo ba'zida 29 minut vaqt qolardi reading qismiga. Menda ko'pincha modul 1 ni tugatganimda уже shu sentyabrdan keyin где-то 5-10 minut vaqt yana qolardi. 10 minut bu juda easy bo'lgan paytlarda. Lekin 5 minut doim qolardi. Qayta recheck qilib chiqish uchun. Modulni o'zida. 5 yoki 8 minut. O'sha men o'ylayman, o'sha texnika juda katta yordam bergan. Chunki men bitta o'qiganda sразу tushunardim, answer choice'ga borardim. Faqatgina language juda qiyin bo'lgan paytda o'sha tushunmagan qolgan qismini o'qirdim. Boshidan tekstni o'qimasdim. Bu bitta texnikam bo'lgan. Matematikaga keladigan bo'lsak, Mana hozir bitta readingni demak tushuntirib beramiz o'quvchilarga sal chuqurroq qilib. Siz aytyapsiz, ya'ni readingda ko'pchilik masalan prosta o'qib ishlab ketish emas, comprehension o'zi emas, u bilan birga fokus bo'lish kerak, to'g'rimi? Va u ikkalasini kuchaytirish uchun siz ishlatgan texnika bu o'sha bitta passageni olasiz. Qiyin bo'lsa 1-2 ta gap yoki osonroq bo'lsa 3-4 ta gapni olib, uni alohida tarjima qilib yozib tushunib olasiz. o'zim tushungan narsani yozaman. Prям tekstdaqa bo'lmaydi, lekin miyamda qanaqa tushungan bo'lsam, o'zi вообще logicheskiy o'ylab qaraydigan bo'lsak ham, studentlar tushungan narsasi orqali javob oladi. Tekst orqali emas. Ular tushungan narsasi orqali javobni tanlaydi. Shuning uchun ham tekstni qay darajada tushunishi o'sha tekstni fully focus bilan o'qib olishiga bog'liq bo'ladi. Bo'ldi. Chunki ular qaysidir nyuanslarni ko'rolmay qoladi-da. Qaysidir qismlarini agar full focus bilan o'qimasa, bitta o'qiganda hamma narsani tushunmasa, o'zi ko'p o'quvchilar shuning uchun ham oxiridagi part esida qoladi. Oxiri conclusion nima bilan tugasa, shu orqali javobni oladi. Ko'pincha shunaqa question type'lar bor SSC'da, masalan, dataga doir yoki detail informatsiyalarga doir. O'sha paytda ular ko'proq conclusion orqali, chunki shunaqa bo'ladi javoblari ichida, tricky javoblar. Ular conclusion orqali javobni chiqaradi. Aslida bu yoqda o'sha orasidagi tekstning imla o'rtasidagi main partidagi qolgan detallari orqali javob chiqqan bo'ladi. O'sha narsani inobatga olmasdan turib, ular fokusini, polniy fokus bilan o'qimay, ular tushunadi albatta passageni, ba'zi detallarni ular unutib olishini sababi bu o'sha fokus bilan o'qimasligi. Tushunarli. Demak, reading qismi uchun asosiy strategiya yoki bo'lmasa asosiy texnika bu birinchi o'rinda albatta tushunish va 100% tushunish. Uni qanday kuchaytirgansiz? Ana shu bo'lib o'qib, to'g'rimi? O'quvchilar faqatgina bu practice qilish emas yoki bo'lmasa qanaqadir artikellar o'qish emas. Uni kuchaytirish uchun tekstni 100% tushunish kerak baribir. Artikel o'qish foydali, bu qisqa muddat uchun foydali emas. Masalan, ko'p o'quvchilar qachon chet elga topshirishni niyat qilgandan keyin ularda ozgina vaqt qolgan bo'ladi. Hamma o'quvchi ham sразу 11-sinfni boshlashdan, 10-sinf oxirida u narsani anglamaydi. Ko'pincha уже graduation kelayotgan paytida anglaydi, то что yoki unaqa 11 ga o'tayotganda anglaydi. O'sha payt ham extracurricularni qilish, ham honorslarni, ham SATga tayyorlash bu qiyin. O'sha paytda men shunaqa texnika o'rgatdim. Chunki o'zim ham xuddi shunaqa positionda bo'lganman. Men 1 yil mobaynida o'sha extracurricularni yig'ish, honorslarni yig'ish bilan zanit bo'lganman-da. O'sha paytda yana SATni o'qish qiyin bo'lgan. Shuning uchun ham studentlarga mana shu sentyabrda kirayotganda ham menda qisqa muddat bo'lgan. 1440 dan 1510 ga chiqish где-то 3 yoki 2 oy ichida bu qiyin-da. O'sha uchun ham shu texnikani o'rgatganman. Studentlar artikelni o'sha comprehensionni oshirish u где-то masalan oylar mobaynida foydali bo'ladi. Agar qisqa muddat ichida nimagadir erishmoqchi bo'lsa, unda faqat shu SATni passajlari bilan qilgani yaxshi. Shuning uchun ham SATni passajlari davomida, chunki ular yana SATni tushunib qolishadi. Ular o'zi qanaqa tuzilgan, qanaqa tipa sistema orqali yoziladi, u studentni o'ziga ham foydali bo'ladi. Tushunarli. Reading qismi uchun yaxshi, ajoyib strategiya, ajoyib texnika. Baribir tushunish asosiy o'rinda turadi fokus bilan. Uni kuchaytirishda siz ishlatgan texnika yordam beradi. Mana shu 3 haftada ancha 3 haftadan emas, undan oldin ham
O'sha inglizdan 720-750 ball olish uchun judayam zo'r texnika. Writing qismi uchunchi. Masalan, writing qismida siz qanaqa texnika ishlatdingiz, nima qildingiz, boya aytdingiz-da, ular faqat practice qilmayaptilar. Просто 27 ta modul, 27 ta modul ishlamayapti ular. Ular har bittasini alohida tushunib chiqyapti. Writing, reading farqi yo'q. Reading uchun tushunarli ishlatgan texnikangiz, writing uchun ham tushuntirib bersangiz. Chunki men o'ylayman, masalan, writingda faqatgina o'sha qoida bilsa bo'ldi. Qoidani bilsa, o'sha rullarni yodlab olsa bo'ldi, o'quvchi writingdan olib chiqadi. No, agar sizda boshqacha usullar yo metodlar bo'lsa, aytib o'tsangiz. Writing uchun ham bitta unique metod o'ylab topganim. Mana to'g'ri, juda ko'p o'quvchilar shunaqa question type'lar bo'ladi, grammar orqali yechiladigan. Lekin вот именно modul 2 da juda ko'p shu ballarni tashlagan qismi o'zi grammatikadir. Chunki u oson deb oson deb sanaladi, chin reading qismiga qaraganda. Shuning uchun ham modul 2 dagi grammatikalik qiyin bo'ladi. U qiyin bo'lmaydi, tushunishga oson, tricky bo'ladi. Unda shunaqa nyuanslar bo'ladi. O'quvchi o'sha yaxshilab fokusni qaratib turib o'qimasa yoki o'sha imенно shu grammar rulni yaxshi bilmasa, o'sha qismga yaxshilab urg'u bermasa, unda xato qilib ketadi-da. Mana qanaqa o'zi o'quvchi tushunadi. Masalan, birinchi gapni o'qiydi, keyin ikkinchi gapni o'qiydi, orasida ko'pincha nuqta qo'yish kerak bo'ladi-da. O'zimga ham shunaqa savol tushdi. Mana shu oktyabrda shunaqa savol bor edi. Bu yerda semikolon bilan nuqta bor edi. O'zi aslida semikolon bilan nuqta kelganda ikkalani so'chilsa ham eliminate qilish kerak. Bitta funksiya bor. Bitta funksiyani bajargani uchun. No, o'sha modul 2da o'sha nuqta bajarayotgan vazifasi boshqa edi. То, что u bitta sentence bilan ikkinchi sententsni bog'lashmas edi. Keyin shuning uchun ham u nuqta aslida o'sha javob edi. То, что men semikolonni chiqarib tashlaganim sababi chunki это complex listing emas edi. Shuning uchun ham nuqta qo'yganim sabab o'zi aslida grammatika bo'yicha biz o'rganganimizda semikolon bilan nuqta birga ishlatilgani sразу eliminate qilyordiydi. Lekin shunaqa nyuanslar ham bo'ladi. U narsani qachon biz tushuna olamiz, qachon anglay olamiz? Faqatgina grammatika rullarni yodlaganimizdan yoki ularni prям unaqa tuppa o'qiganimizdan foydasi yo'q-da. Masalan, qachon qanaqa kelishi yoki masalan o'sha semikolonlar qachon ishlatilishi yoki dot qachon ishlatilishi. Agar biz o'sha narsani bitta o'qiganimizda feel qilib o'qisak, o'sha tushunsak hozir nima kelishini, shundagina biz grammatikadan xato qilmasdan yecha olamiz. Masalan, qachon masalan matematikada o'zingiz ham tushunsangiz kerak, siz qachon masalan o'sha o'qib boshlaganingizda savolni o'sha his qilib boshlaysiz yechimi qanaqa bo'lishini. Xuddi shunaqa ingliz tilida ham, writing qismida ham. Siz boshida o'qib boshlayotganingizda full focus bilan o'qisangiz, unda o'sha nima qo'yishingiz kerakligini o'zingiz his qilasiz, javoblarga qaramasdan. Shu texnika eng yaxshisi. Juda ko'p o'quvchilar men o'shanaqa payti masalan o'ylayman juda ko'p o'quvchilar shunaqa savol turida xato qildi. Chunki juda hamma o'quvchilar chiqqanda mana shunaqa savolni nimani belgilading deganda hammasi ikkalasidan eliminate qilib tashlanglar do'rdim deyishdi-da. Keyin o'sha javoblarni ko'rishgan paytida o'sha o'quvchilar grammatika qismidan past natija olgandi. Chunki o'shanaqa savollar baribir bo'ladi. Chunki ular aytiladi exception deyiladi. O'zi вообще grammatikani o'qiting ham, lekin deydi studentlarga o'zi любой knigalarda ham exceptionlar bo'lib turadi deyishadi-da. Shuning uchun ham aytadi grammatikani просто так o'qima deydi-da. Men doim nima qilaman, o'sha xuddi readingda qilgan fokusimni grammatikada ham qilaman. No, grammatikada o'sha qanaqa punctuation kelishini anglay olish uchun qilaman-da. То, что siz bitta tekst birinchi sententsni feel qilasiz, ikkinchisini feel qilasiz. Orasida masalan qachon colon ishlatishni, qachon semikolon ishlatishni, qachon dot ishlatishni siz feel qilmaguningizgacha o'zingiz просто belgilab keta olmaysiz. Особенно shunaqa holatlarda. Lekin siz agar tushunib yechsangiz, unda siz tushungan narsangizni отрицать qilmaysizda. Siz shu narsani tushunib turibsiz. Masalan, biz doimo anglizchada bu narsa verb, bu narsa nounligini qanaqa bilamiz? Biz u so'zni bilmasak, u narsani his qilamiz. Shu orqali biz mana bu sentence independent, bu sentence dependent deyamiz. Даже u verbni ma'nosini bilmasak ham, o'sha narsa verbligini his qilamiz. Xuddi shunaqa grammatikada ham biz his qilishimiz kerak. Hozir qaysi punctuation kelishini. Unda ham demak writingda ham biz conclusion qilsak bo'ladi. Demak, faqatgina qoidani bilsa emas, ya'ni rullarni o'zi bilan yetarli emas. Yuqori ball olish uchun albatta writingni ham tushunish kerak. Ya'ni o'zingiz agar feel qila olsangiz, bittada to'g'ri javob topib keta olasiz. Aha. Demak, faqat bu ham bitta men ko'rganman o'zim, chunki boshida o'sha kelgan ishni boshlagan paytim writingdan support qilganman. Ko'p o'quvchilar kelardi faqatgina qoidani o'zi bilan. Faqat qoidani biladi. Mana shu masalan ikkita komma ko'ryaptimi? Bo'ldi, buni orasidagi narsa non-essential degan narsa ko'p bo'ladi. Lekin bu komma boshqa vazifa, bu komma boshqa vazifa bajarayotgan bo'lishi mumkin. Uni anglash uchun feel qilish kerak, tushunish kerak-da. Writingda ham bizga bitta narsa o'rgatishdim. Uzr aytib bo'ldim. O'sha imенно ikkita komma qismida ular o'sha ikkita kommani ko'radi, no bu yerda gapni oxirida 3-kommani ko'rmaydi. Aslida manbitdagi o'rtadagi komma o'sha 3-kommani vazifasi bo'lib turib, boshdagi qismi esa просто kirish qismi bo'lib turib, просто bunaqa dependent clause bo'lib turib, shuni verguli ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham ular noto'g'ri qarashadi. Chunki ular boshdagi shu ikkita vergulni ko'rishadi, ha bu qism non essential ekan. Non essential qism bu yerda yotgan bo'lishi mumkin.
Shuning uchun ham o'sha tekstni o'qib olsangiz, nimadir tugamayotganini his qilasizda, oxirigacha borasiz. Va ko'p studentlar faqatgina o'sha kerakli qismini, o'sha qo'yilishi kerak bo'lgan o'sha komma yoki o'sha grammatik punctuation qayerda qo'yilishi kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha qismiga fokusni qaratadi. No, ko'pincha bu yoqda ham kommayotgan bo'ladi-da, bu yoqda verb joylashgan bo'ladi. Shu orqali ham ular ko'pincha o'rtaga verb qo'yib ketadi. No, aslida dot bo'lishi kerak bo'ladi. Tipa ikkita independent sentence'ni bog'layotgan bo'lishi kerak bo'ladi. No, ko'p studentlar o'ylaydi, non-essential qism bu yoqda kelyapti, verb ham shuni ichida keladi-da. Ko'pincha non-essentialni ichida verb keladi. Shuning uchun ham studentlar o'ylaydi, bu mana shu sentence independent deb. No, lekin aslida mana bu yerda main verb joylashgan bo'ladi. O'sha non-essential tugagandan keyin. Shuning uchun ham u narsani feel qila olsangizgina siz o'sha narsani oxirigacha borasiz. Tushunarli. Writing rullarida o'zi yetarli emas. Yoki bo'lmasam savolda faqatgina o'sha underline part emas, polniy baribir tushunib o'qish kerak, to'g'ri javob topish uchun. Zo'r. Hozir ham bitta narsa, masalan, aytaylik o'sha imенно writing qismida biz bitta joyga fokus qilganimiz bilan baribir shu narsani tushunmasak, unga qaytib boraveramiz. To'g'ri, ko'p ustozlar aytadi, целый writingni o'qib vaqtingni ketkazma deydi. Agar student bilan answerda sure bo'lsa, to что shu answer to'g'riligini bilsa, endi shunaqa qilsin. Bu to'g'ri, time saving texnique, buni bilaman. No, agar student answerga sure bo'lmasa yoki passage unga qiyin tuyulsa, unda boshidan o'qisin oxirigacha. Shunda u tushuna oladi nima qo'yilishi kerakligini. Chunki даже o'sha writing qism tricky yoki qiyin yozilgan bo'lsa, juda ko'p tipa komalar yoki nuqtalar yoki bunaqa semikolonlar qo'yilgan bo'lsa, baribir student tushunmagani bilan u qayta boraveradi shu joyga. Baribir vaqt yo'qotadi shu joyni qayta o'qib tushungungacha. No, shuni boshidan oxirigacha o'qisa, u fully kontekstni tushunadi-da. Nima haqidaligini gap. Shunchaki keyin javobni topish oson bo'ladi. Aha, tushunarli. Bu o'sha ikkinchi modulda masalan writing questionlar uchun Shuning uchun konsepsiya yangilangan. Zo'r. Siz ham Garvard, Oxford, Stanford kabi top universitetlarga grant yutishingiz uchun SAT sertifikati kerak. SAT ni esa eng yuqori natijani qo'lga kiritgan ustozlar va eng qulay lokatsiyalarda, ya'ni SAT makonda o'rganishingiz mumkin. Agarda siz ham shunday yuqori natijalarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga bog'laning. Mezga o'tdik, bo'lmasam mezdan siz 790, 2 marta 790 ketma-ket. Zo'r natija, o'sha 790 ni masalan Englishga fokus qilib turib ham 790 da ushlab turish ham sal qiyin narsa. No, давай mez experience qanday o'zi mez oldindan nima bo'ldi? Imtihongacha qanday tayyorlandingiz? Men juda ko'p o'quvchilarga bitta savyatni beraman. Bitta advice'ni, u menda o'zi aslida mezga bo'lgan foundation kuchli bo'lgan. Chunki men undan oldin matematika olimpiadada qatnashib bo'lganman. Вообще SATga tayyorlangan paytimda calculus BC o'qiganman. O'sha narsa juda ko'p yordam bergan. Agar endi o'qimaganlargacha yoki matematikani tipa foundation paytini yaxshi o'qimaganlargacha desa, unda men juda katta recommend berardim. Вот именно shu 10-sinfgacha bo'lgan narsani maksimum. 11 shart emas, chunki o'sha 11da integral shunaqa narsalar bo'ladi. U narsalar SATda yo'q. Даже 10 ni ham prям hammasi kerak emas. 9gacha bo'lgan materiallarni oxirigacha prям full tushunishsa, unda o'sha foundation ularga yetadi. Keyin просто angliyskida o'sha termlarni o'rganishsa, terminlarni, matematikada qanaqa ishlatiladi, nima, o'shanda уже ularga oson bo'ladi matematika, juda oson. Shuning uchun men nimani recommend qilaman? Agar sizlar uchun tipa matematika oson bo'lsa, unda hard questionlarni yechinglar. Chunki men o'zim uchun matematika oson bo'lgan, shuning uchun men imtihonda qanaqa savol kelishini bilmaganman. Shuning uchun ham o'zimni qiyin questionlardan unaqa qilganman, challenge qilganman. U faqatgina Khan Academy bo'lmagan. Masalan, shunaqa kitob bor edi. Hozir esimga kelmayapti. No, o'sha kitobda juda ko'p unaqa qiyin question type'lar bor edi. O'sha question type'larni yechardim. Ular SATga o'xshash edi. No, aslida ular prям shu tipa calculus ABga o'xshagan question type'lar edi. SATdan ham qiyinroq bo'lgan misollar, to'g'rimi? Yaxshi. No, baribir o'sha SATni foundation yotardi o'sha yerda. Shu orqali men qiyin questionlarga tayyorlanganman. Вот hozir tipa o'sha matematikani o'stirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga nimani recommend qilaman? Shu meni unique texnikim bo'lgan. To что student faqatgina unaqani yodlash kerak emas. Formula. Formula. O'sha narsani agar o'quvchi his qilib turib, kontekstda qanaqa ishlatilayotganini tushunsa, o'zi hamma narsa o'zi вообще logически o'ylab qaraydigan bo'lsa ham, u inson tushuna olsa, prям shu o'zi his qilib o'tkaza olsa, shu narsani eslab qoladi. Masalan, biz nega yaqin insonlarimizni tug'ilgan kunlarini eslab qolamiz? Chunki ular biz uchun yaqin. Chunki biz o'sha narsani his qila olamiz. Biz shu narsani tushunamiz, chunki bu muhim biz uchun. Xuddi shunaqa yaxshi ko'rgan narsasini yoki o'sha narsani his qilib turib tushuna olsa, unda shundagina esida qoladi. Men hech qachon matematikadan formula o'zlamaganman. Men doim o'sha kontekstda nega ishlatilayotganini tushunganman. Даже mana siz dasmis o'rgatganingizda, men dasmisda bitta question type'ni o'shanda tushunmaganman-da. To что siz bitta narsani ko'rsatgansiz. Mana question degansiz, questionda year so'rayapti degansiz, unaqa exponential growth
exponential functionlarida. O'shanda siz aytgansiz, ba'zida deydi questionda so'rayotgan narsasi boshqa narsada, masalan, sekundlarda yoki o'shanaqalarda bo'ladi. No, lekin bu yerda berilayotgan data u masalan minutda bo'ladi. O'sha payti aniqlab olish uchun то, что hozir qaysi birisini qo'yishimiz kerak, o'sha exponentialni tepasidagi unaqa Darajasi. darajasida nimani qo'yishimiz kerakligini tushuna olish uchun birinchi bo'lib o'sha question typedagi questionda so'ralayotgan narsa doim o'sha tepaga qo'yiladi-da. A вот tipa bo'linishi kerak bo'lgan narsa pastga qo'yiladi. Tipa o'sha berilgan narsa. O'sha narsani o'quvchilar просто так tipa grammatikasini просто yoki просто o'sha formulani yodlasa, u narsani hech qachon esda qoldirolmaydi. Chalkashib ketishi mumkin. No, agar shu kontekstni tushunsa, то, что qachon nima kelishini. Chunki baribir muhim narsani tipa o'zi вообще bunaqa probabilityda ham masalan muhim narsani pastga qo'yiladi, tipa umumiy informatsiyani-da, va general narsani. A вот so'ralayotgani tepaga qo'yiladi. Xuddi shunaqa biz agar shu narsani tushunib qila olsak, tushunib yetsak, unda намного oson bo'ladi. O'sha formulalarni ham yodlashimiz kerak bo'lmaydi. Biz уже ishlatib keta oladigan bo'lamiz-da. Eng asosiy narsa balki tushuncha. To'ppa-to'g'ri aytyaptilar. Tushunmasangiz 1 til 10 yil o'qiysizmi, 15 yil o'qiysizmi, masalan tushunmasangiz SATning mazida o'zi asosiy konseptlar tushunarli. Masalan, siz o'zimni masalan fikrimni berib ketadigan bo'lsam, tushunsa bo'ladigan narsalar hammasi o'zingiz masalan miningni chiqarib olsangiz bo'ladigan. Va siz bu narsani qila olgansiz. Ajoyib, cho'tki va bu narsaga erishishlik uchun o'sha boshida aytib o'tgan narsalar strong foundation lazim. Juda muhim. Juda muhim bu narsa. Rostdan chunki o'zim ham xuddi bulardek kirib kelganman SATga. Ya'ni bizda ham maktab davrida olimpiadalarga qatnashib, matematikani o'zi yaxshi o'qiganingiz bilinadi baribir. O'sha SATni boshlayotgan paytda ham asosiy narsa, men o'quvchilarga aytib o'tib ketaman. Mezdan strong foundation bo'lishi kerak. Siz просто masalan 3 oy o'qib turib, SATni masalan boshlayman yoki bo'lmasam bo'ldi 2 oy o'qidim, yetadi degan narsa emas. Qachonki siz o'zingiz feel qila olsangiz, sizda strong foundation knowledge bor, o'sha konseptlar tushunyapsiz, nima qilayotganingizni tushunsangiz, bu baribir SATda katta yordam beradi. Unchalik olimpiadalarda qatnashib yurgan bo'lishingiz kerak emas. No, 1 yil vaqtingizni sarflab turib bo'lsa ham yoki bo'lmasam bir 10 oy, 8 oy foundation knowledge kuchaytirib oladigan bo'lsangiz, SATda bu narsa qiyinchilik. SAT mazi уже sizga oson bo'lib qoladi, chunki konseptlarni tushunasiz. Faqat shu aytganingizdek English termlarda bir ikkitasini tushunib olsa yetadi. U bo'shlar yana aytishadi, то, что man mana sizni pre-SAT kursingizda o'qidim. No, lekin menda hali ham xatolar chiqyapti. Men hali ham mana shu narsani yecholmayapman deyishadi. No, aslida ular tushunishmaydi, то, что ustoz berayotgan bilim bu SATdagi bilim. No, ular ba'zi narsalarni salohiyatini ishlatib turib yecha olishi uchun ular foundationni bilish kerak-da. U hamma narsa ustozning qo'lida yoki ustoz o'rgatadigan narsada bog'liq emas. Student o'zi self study qilish kerak. Bizani matematikamiz ancha qiyin, chim SATdan. Shuning uchun ular agar o'zini kitoblaridan olib turib ham o'sha mavzuga doir misollarni yechib chiqarsa, ular shu narsani yanada yaxshi tushunadi. Ana o'shanda ular feel qilib boshlaydi. Men qachon feel qilib boshlaganman? Men to'g'risini aytaman, juda ko'p question typelar eshitganman o'sha savolga doir. O'sha savolni formulalarini pram tushunmagunimgacha, pram shu narsani his qilib yechmagunimgacha yechurganman-da. Уже keyin ko'p misollarni ko'rganingizdan keyin уже u misolni o'qib boshlashingizdan уже nima ishlatishingizni miyangizda fikrlab boshlaysiz. Qanaqa formula ishlatasiz hozir? Особенно masalan juda qiyin o'zimizda matematikada juda qiyin narsa bu qisqa ko'paytirishlarga bo'lish bo'lganda. O'sha qisqa ko'paytirishlarga bo'lishni siz ko'p yechmaguningizgacha qaysi bo'linuvchi qanaqa bo'linishini siz bitta ko'rganingizda anglolmaysiz. Ko'p o'shanaqa savollarni yechursangiz, уже siz tushunib boshlaysiz. Hozir mana shu son qanaqa sonlarga bo'lsak, shunda ikkita tipa qisqa ko'paytiruvchiga bo'lish mumkinligini. И o'sha paytda tushunganman, то, что matematikada o'sha formulalarni, o'sha qiyin misollarni yecha olish uchun birinchi biz o'sha narsani ishlata olishni tushunishimiz kerak. Просто formulani yodlash emas. To'g'ri, ya'ni yana bitta narsa zo'r, rostdan unique advice bo'lyapti. Aytmoqchi bo'lgan narsalar, ya'ni o'quvchilar bu narsani tushunmaydi. Ya'ni siz aytyapsiz, ko'p misol ishlayverdim, qachonki u narsani o'sha miyada avtomatik tushunib ishlab ketmaguncha bu narsani rostdan perfect qilishlik uchun siz juda ham ko'p misol ishlatishingiz kerak. Ba'zi o'quvchilar masalan zerikib ketadi, 10 ta bir xil misol ishlab qo'ysa, ustoz bo'ldi tushunib oldim. Yo'q, bu narsa masalan sen tushunib olding hozirga, lekin u polni esda qolishligi uchun yoki yana boshqa savol misol ko'rib qolishligi uchun, ko'rib qolganda ishlab keta olishing uchun baribir ko'p misol ishlash kerak. To'ppa-to'g'ri. Bu narsani zo'r aytdilar. Biz o'zimiz ham masalan tayyorlangan paytimizda o'qituvchimiz aytardi, bir xil misol ishlayversangiz ba'zi zerikasiz. Nimaga? U yaxshi bo'ladi, siz esdan chiqarmaysiz. O'sha oxirida baribir eslab qolaverganingizdan, zerikib ketganingizdan o'sha eslab qolasiz nima qilish kerakligini va bu narsa ancha yordam beradi. Har bitta mavzuda masalan shunaqa misol ishlayversangiz, bu ancha o'z natijasini ko'rsatadi. Masalan, mana bu 790 olayotgan misollar ham o'sha
o'zlari olimpiadada qatnashgan yoki bo'lmasam BC o'qiyotgan bo'lsalar ham просто 5 ta yo 10 ta misol ishlab qo'ymayaptilar. Misol ishlayveryaptilar, tushunib olganimcha deyaptilar. Masalan, o'sha oxirigacha tushunib olsangiz, baribir u narsa bitta mazda emas, hayotiy baribir yordam beradi baribir. Bu narsa chotki mazdan ajoyib advice bo'ldi. Hop, mazdan bo'lsam asosiy advice'lar shular. Keyin oxirida endi mayli bitta narsani qo'shib ketaylik. O'sha 790 ikkita zo'r SAT emasda Desmos'da o'rni qanday bo'lyapti hozir siz uchun? O'sha narsani Bu qiling. aslida mana boshida 770 olganimda u prям pure knowledge. Men mashtaga kelgunimgacha, sizning darsigizga kirgunimgacha Desmos'ni вообще bilmaganman. Umuman qanaqa ishlatishni bilmaganman. Даже funksiyani qanaqa joylashini ham bilmaganman-da. Mana shunaqa tablelarni create qilish, o'sha narsalarni umuman bilmaganman. Shuning uchun men просто eshitib chiqaman. Desmos bu bizni hisoblashimiz, kalkulyatorda hisoblashimiz, bizning tezligimizdan ko'ra tezroq hisoblab beradigan narsa. Tool. Agar biz uni to'g'ri qo'llashni bilsak, bu degani Desmos'ni bilding degani bo'ldi, senda guaranteed 800 yoki 790 bor degani emas. Chunki sizda agar foundation bo'lmasa yoki siz o'sha ba'zida shunaqa savollar bor, Desmos'dan ko'ra qo'lda oson ishlar bo'ladi. Tezroq ishlaysiz. Chunki sizni miyangiz o'sha Desmos'da yozguningizdan ko'ra tezroq hisoblab beradi. O'sha narsaga qanaqa formula qo'yish kerakligini. Desmos'da menda juda qo'l kelgan narsa o'sha funksiyalarda bo'lgan. Lekin funksiyalarni bizlar kvadrat tenglamani o'zimiz tuzishimizda qiynalamiz. Chunki biz birinchi a ni topishimiz kerak boshidagi yoki y0 bilan x nollarni qo'yishimiz kerak. Shuning uchun o'sha paytda Desmos yordam beradi. Просто table'ga 3 ta qiymatni kiritamiz, bizga o'sha funksiyani tayyorlab beradi. O'shanda juda yordam beradi, qo'l keladi shunaqa holatlarda. Agar Desmos'da mana shu 20 ball yoki 30 ballga oshirishda ba'zi o'quvchilar uchun balki 50 ballga ham oshirishda yordam berishi mumkin. Qolgan qismini baribir o'quvchi o'zi qilishi kerak. Desmos bu time saving thing. Time saving tool'da to'ppa-to'g'ri aytdilar. Ya'ni Desmos har bitta savol Desmos'da ishlash majburiy emas. Siz nimasini qilishga o'zi tushunyapsizmi, konsept bilyapsizmi? Demak, oddiy qo'lda ishlab ketsangiz ham bo'ladi. To'ppa-to'g'ri va qo'lda ishlagan ba'zi savollar tez chiqadi. Desmos'da asosiy narsa baribir o'sha funksiyalar yoki bo'lmasa ba'zi bir complicated misollar uchun yaxshi tools time saving to'g'rimi? Chunki baribir Desmos u chegaralanganda, masalan, bizni kirgizmoqchi bo'lgan narsani u kiritolmaydi o'zini databazasiga. Chunki databazasida yo'q. O'sha narsani shu bizani miyamiz kira oladi. To'ppa-to'g'ri. Zo'r advice'lar. Bo'lmasa yana o'quvchilarda eng katta muammolardan biri vocabulary. Siz masalan shu vocabularyni kuchaytirish uchun qanaqa metodlar ishlatgansiz? Unique bo'lyapti hammasi. Vocabulary uchun ham unique narsa bor deb o'ylayman. Men o'zim juda ko'p o'quvchilarda ko'p ustozlar aytadi IV panlarni yodlar. College panlarni yodlar deyishadi. Uni yodlaganimiz bilan biz faqatgina foundation'dagi so'zlarni, o'sha SAT'da oldindan beri ishlatiladigan so'zlarni bilamizda. То что qanaqa tekstda. Har yili SAT o'zining databazasini yangilaydi. Har yili yangi vocabularylar qo'shadi. U narsa уже college panida yo'q. Chunki ular to'g'risi so'z, ular просто foundation qilib berilgan. Shuning uchun ham o'sha paytda men qanaqa qilganman? Masalan aytaylik, men o'zim yoqtiradigan, masalan, menga juda yoqadi science haqida passajlarni o'qishda. Masalan, qanaqa qilib o'sha marine animalslar paydo bo'lgan yoki qanaqa qilib masalan rasteniyalar o'rtasida protsess sodir bo'ladi. O'zi shu narsani o'qish juda yoqadi. Shuning uchun ham men o'zimga yoqqan passajni prям detalni o'qirdim. Shuning ichidagi hamma vocabularyni yodlardim. Shuning ichidagi hamma vocabularyni o'sha imенно shu kontekstda hammasini tushunib yodlasangiz, o'sha nima qanaqa holatda kelayotganini bilsangiz, miyangizda o'zi o'sha sentence bilan qolib ketadi. O'sha sentence bilan o'sha miyangizda unaqa copy paste bo'lib qoladi-da. Siz o'sha sentence'da ko'rdingiz-ku, shunda ishlatish varianti. Shuning uchun ham esingizda qoladi meaning qanaqa kelgani, qaysi sentence'da qanaqa kelgani. Shuning uchun ham meaningini eslab qolasiz. Shuning uchun ham ko'pincha men vocabulary questionlarni o'sha o'zimga yoqqan small passajlarni translate qilardim. Juda in detailed way. Prям bitta ham so'z qolib ketmasdi hammasi. Chunki o'sha so'zlarni men boshqa yana science passajlarida ko'rardim. O'z SAT nimadan iborat? History, o'sha science, literature, keyin political passajlarda. Shuning uchun baribir men bilardim что u narsalarni ko'rishimni. Shunday qilib turib, keyin sekin-sekin historyga bo'lgan tipo qiziqish paydo bo'ldi. Chunki yoki masalan даже literature'ga, chunki u narsani siz literatura aslida необыкновенно yozilgan. Agar o'quvchi shu narsani tushunib o'qiy olsa-da, aslida tag ma'nosidagi nimani express qilib berayotganini tushunib olsa, unda aslida literature hozir hamma o'quvchilar bu juda qiyin, chunki biz vocablarni bilmaymiz, chunki даже college panida ham vocabularylar yo'q-da, chunki ular baribir past paperlardan yoki o'sha pastda ishlatilgan language'dan olingan vocabulary. Agar shu o'quvchi shu narsani his qilib turib yoki yodlagan vocabularylarni shu kontekstda qo'lla olsa, undan mnogo oson bo'ladi. Keyin agar kichkina passajlarda ko'p vocabulary ololmaymiz-ku bo'lsa, unda keyin уже men
o'sha passajlarda ko'nikkanimdan keyin уже past paperlarga o'tganman. Katta passajlarni o'qiganman science'dagi. Old paper. Va O'rta o'zimdan o'qiganman. O'sha yanada ko'proq so'zlarni ko'rganman. Chunki baribir SAT o'zini databazidagi vokabullarni beradi-da. To'g'ri yangilarini ham beradi. U yangilarini shu kichkina passajlarni o'qib turib biza olmasa o'tmishdagi o'sha past paperdagi vokabularlarni past paperdagi variantlarni o'qib turib olamiz. Baribir ular aylanib kelib qolaveradi. O'sha to'piqlar ham o'zgarmaydi. Baribir science, history, yana u yozilgan vocabularingiz baribir kelib qoladi. O'shandan vocabulary ancha kuchli ekansiz deng. Yaxshi zo'r. Sotki. Vocabulary uchun zo'r bo'lsam o'sha bir ikkita boyagi savollar berib o'tib ketamiz. SATga birinchi marta kirganingizda qanaqa hayajon bo'lgan? To'g'risini aytaman, agar o'sha birinchi marta kirganimda man unaqa prям juda kuchli hayajon his qilmaganman. Negadir man uchun даже Blue Bookda eshitgan testlarimdan ko'ra nisbatan osonroq tuyulgan. Chunki man o'ylayman, balki o'sha yaxshi yana experience yig'ganim uchun, yaxshilab o'qiganim uchundir deb. O'zi aslida o'ylaganman, hamma odamlar aytadi, to что imtihon Blue Bookdagi testdan ko'ra qiyin bo'ladi. No, menimcha oson tushgani uchun ham hayajonim juda kuchli bo'lgan. Albatta birinchi marta kirishim, уже nisbatan osonligini ko'rib turib, уже расслабиться qilganman-da, уже keyin yechib boshlaganman. То что tushunganman, bu birinchi martadan man o'zim xohlagan просто 1500 plusni ola olmasligimni, baribir birinchi knowledge orqali kirganimda man ko'p praktis qilmagan bo'lganman. Gazetda to'g'ri o'qigan bo'lganman. Kirganman, albatta self study bo'lgan, boshqa joylarda o'qiganman, keyin birinchi marta kirganman-da. Yo'q, birinchisidan unaqa hayajon bo'lmagan. Juda kuchli bo'lgan. Chunki o'sha tayyorgarlik ancha yaxshi bo'lgan. Zo'r. Har kuni o'qish uchun shunaqa tayyorgarlikda zo'r ushlab turish uchun qayerdan shuncha motivatsiya? O'zi aslida birinchi bo'lib turib, o'ylayman har bitta o'quvchini eng katta motivatsiyasi bu ota-onasi. Baribir ularni ishonchini oqlash, ular shuncha biz uchun beryapti. O'zi o'quvchi shu ota-onam xursand bo'lishi uchun, men bilan faxrlanishi uchun, shu masalan yaxshi natijalarga o'zi uchun qiyin bo'lsa ham yuqori cho'qqiga erishishni xohlaydi. Tipa big plan qo'yadi-da. Yaxshi tipa yuqori maqsadlarni qo'yadi. Ikkinchi o'rinda baribir ustozlarni mehnati. Chunki baribir masalan siz, Hasan aka yoki Jamoliddin aka bizga даже har bitta darsda savol osonmi, qiyinmi, detalli tushuntirardinglar-da. Даже siz o'zingiz ham aytardingiz, savol osonmi, farqi yo'q, qiyinmi, bu tipa so'rash unaqa uyatli narsa emas. То что baribir siz uni tushunish kerak. Tasavvur qil, ekzamenda tushib qoldi. Sen u savolni yechish turini bilasan, esingdan chiqarib qoldi yoki esingdan chiqib qoldi yoki mendan o'sha payt so'ramagansan, bu oson savol-ku, yechib ketaman deb. Aslida shuni qanaqa yechishni bilmaslik. O'sha payti nima qilasan? O'sha payti shuning uchun ham dars paytida o'sha narsani so'ragan yaxshi-da. Shuning uchun ham ustozlarni bizga bergan mehnatini ko'rib turib, baribir sizlar даже ba'zida tungi 12larda ham yoki 10 dan o'tib turib javob homeworklarni tashladinglar-da. Chunki bilaman, tushunaman, studentlar nerealniy ko'p, yaxshi rezultatlar chiqarish ham qiyin. Shuning uchun ham sizlarni baribir effortinglar juda katta edi. Baribir ustoz rezultat chiqarsagina u demak yaxshi ustozdagi ko'rinadi. Insonda masalan ota-onalar asobiylari ustozni qanaqa evaluate qiladi? O'zi 8 olgani bilan agar o'quvchisi 8 bo'lmasa yoki 790 bo'lmasa, unda tipa ustoz kuchsiz deb o'ylashadi-da. Даже ustoz kuchli bo'lsa ham. Shuning uchun ham ustoz uchun ham rezultat juda muhim edi. Men uchun yana juda muhimi bu то что application process uchun ham bu katta rol o'ynagani uchun ham aslida shu ustoz bilan ota-onamni ishonchini oqlash uchun. Ota-onangiz ishonchi, ustozlar mehnati va application zo'r. SATda yuqori ball olishlik uchun 1540, masalan, yuqori ball olish uchun bitta 6 maslahat. Siz real shu narsani qilinglar deydigan maslahatingiz qaysi? Hali aytib o'tib ketganimdek, o'sha passajlarni bo'lib o'qish juda yaxshi yordam beradi. Chunki men o'zimda o'sha 1440 dan 1510 ga chiqish, 670 dan 720 chiqishda yordam berdi. To'g'ri, bu kichkina increase, men o'sha oktyabrda 750 ga chiqishda shu narsa juda katta yordam bergan. O'quvchi qanchalar tekstni bitta fokus bilan o'qisa, u shunchalar ko'p vaqtni tejab qoladi. Agar shu tipa mana shu podcastni ko'rayotgan o'quvchilar ham shu ishni minimum bir hafta qilib qo'yinglar, o'zingizda o'zgarishni sezasizlar. U yana bitta maslahatim, o'sha payti shu texnikani qilayotganda reels ko'rmanglar. Chunki u baribir fokusni buzadi. Sizlar уже qilmay
qilmay qo'yasizda. Chunki sizlar uchun bu narsa katta tushunaman. Mani o'zimda ham juda ko'p vaqtimni olgan. Masalan, kichkina passajni yozib chiqish, har bitta savol tipini shunaqa qilib chiqish. No, lekin agar shu narsaga sizlar go addicted bo'lsanglar, shu narsaga o'rgansanglar, unda bu nerealniy katta yordam beradi. И даже ekzamenni o'zida ham siz tushunasizlar. College board mana shu passajni qanaqa yozayotganini. Sizlar уже qisib boshlaysiz javoblari qayerda joylashganini. Chunki o'zi logически o'ylab qarasanglar ham, sizlar college board qanaqa sistemada passajni tuzib chiqayotganini ko'ryapsizlar yoki qaysi artikldan qaysi qismini olayotganini ko'ryapsizlar. И shu orqali sizlar shu narsani tushunyapsizlar, o'qiyapsizlar, his qilyapsizlar. Shu orqali javobni topish уже ancha oson bo'ladi. Chunki sizlar bilasizlar hozir qaysi javob kelishini, qachon javobi qayerda paydo bo'lishini. Ha, tushunadi. O'sha aytib o'tgan texnikangiz baribir qilib ko'rish kerak bo'lgan texnika zo'r. Oxirgi savol. SAT 1540 bu уже to'xtadimi yoki bundan yana davom etadimi 1600gacha? O'zi xudo xohlasa niyatim bor, то что yana kirish, chunki o'qishinglar ekzamenda sal internet bilan problemalar bo'lgani uchun matematika 8 chiqmadi, chunki ozgina vaqt yo'qotdim, 4-5 minut. No, lekin bu men uchun muhim vaqt edi, chunki bitta savolni shuning uchun ham ulgurmadim, shuncha 790 chiqdi. И angliskada ham bu safar tipa reading qismi modul 2 sal qiyin tushdi, chunki yana grammatikada ham note taking ham ancha qiyinlashtirgan sayli. Shuning uchun ham note takingni именно modul 2da o'qishni rekoment qilaman, chunki men o'zim o'qidim. Shuning uchun ham vaqtim note takingga ko'p ketgani uchun note taking hozir full chiqqanda hammasini to'g'ri topganman. Chunki baribir modul 2da уже note taking o'qimasa bo'lmaydi. To'g'ri, juda ko'p so'z. Agar bunaqa особенно comparisonda juda ko'p savol уже answer choice'larni bunaqa note takingni ba'zi datalarni qo'shib turib, tekstda bo'lmagan note takingni o'zida bo'lmagan datalarni qo'shib turib beryapti-da. No, student birinchi bo'lib turib masalan B javobda o'sha comparisonni ko'rdimi, C javobga o'tib turmasam B tanlab ketadi. Bo'ldi, mana bu comparison beryapti. O'sha difference-ni aytibdi-ku deydi. No, aslida to'g'ri javob C da bo'ladi. Shuning uchun ham bu uchun note takingni o'qish kerak. И shu darsda ko'p vaqtimni olgani uchun ham readingda ba'zi savollarga vaqtim qolmadi. И ikkita uchtasini tavakkal qildim. No, xudo xohlasa niyatim bor, o'sha dekabrda kirish и inshaalloh 1600 qilish. 1600 dekabrda o'sib kutib qolamiz. Podkast 2-soni 1600gacha bo'lgan. Yana qo'shimcha maslahatlaringiz, qo'shimcha videolarga share qilasiz. Zo'r podkast bo'ldi. Rahmat kattakon. Bo'lmasa bugungi podkastimizning asosiy conclusion o'sha bo'lib bersak, masalan reading parti uchun ishlatgan texnikangiz, to'g'rimi? O'sha sentence'larni bo'lib o'qish ancha yordam beradilar. Chunki o'zim ham tushundim ancha, ya'ni problema qayerda va yechim qayerda. Menimcha bular ishlatgan solution zo'r. Writingdan ham aytganlaridek baribir o'sha tushunish va muhim narsa. Просто writing rullarni o'zi bilan perfect score ololmaysiz writingni o'zidan ham va mathsdan ham. Bu menga eng yoqtirgan solution yoki masalan advice bu strong foundational knowledge. Mathsda bo'lish kerak. Mathsda foundationingiz agar yaxshi bo'lmasa, SAT'ni 1 yil o'qiysizmi, 2 yil o'qiysizmi, baribir qiynalasiz. Va bularda o'sha strong foundation knowledge bo'lgani uchun konseptlarni tushunadilar, nima qilayotganini tushunadi, formula qayerdan kelyapti, nimaga bu bunaqa bo'lyapti, bu bunaqa bo'lyapti degan narsa hammalarni o'zlari tushunib yetolganlar va shuning uchun mana o'zi bemalol keyingisida nasib 8 olib chiqasiz. Shuning uchun asosiy narsa mathsda o'sha foundational knowledge bo'lishi kerak. Strong foundation bo'lsa, bu juda ham zo'r bo'lardi. Men studentlarga bitta narsani rekoment qilmoqchi edim. Teacher tanlashda hamma qiynaladi, chunki hozir learning centerlar juda ko'p. Men nimani rekoment qilaman? Masalan, ustozni darsga kirganda kitoblarda yozilgan qoidalarni emas, o'zini texnikalarini ishlatib o'qitayotganini tekshiradi. O'zini texnikasini ishlatib tushuntiryaptimi yoki o'zi o'ylab topgan shu texnikalarni savollarga yondashishni. O'shandagina o'sha ustoz sizlarga o'zidagi bor hamma narsani bera oladi. Bo'lmasa, ustozni kitobdagi yozilgan narsani просто human based bo'yida aytgandan farqi qolmaydi. И men shu narsani sizda ekan Jamoliddin akada ko'rganim uchun ham sho'g'a kelgandim, chunki sizlar baribir o'zinglar o'ylab topgan texnikalarni tushuntirardinglar. И shuning uchun ham o'ylayman, sizlarni hissinglar katta bu natijada. Rahmat. Xursand bo'ldim. Juda ham ajoyib podkast bo'ldi. O'zim inglizda masalan ko'p bilmagan narsalarni bilib oldim. Masalan, studentlar kelib so'rab qolsa, endi inglizdan ham ancha tushuncha bor. Bemalol advice bera olaman. Ajoyib. Rahmat kattadan.